Men ulkan o'lim tuzog'ini qurdim. Bu biz yasagan ko'plab tuzoqlardan faqat bittasi xolos. Bu ishtirokchi har bir tuzoqdan omon chiqqani uchun $100,000 mukofotga ega bo'ladi. Ammo bittasi o'ta olmasa ham hamma pulini yo'qotadi. Birinchi tuzoq oddiy. U bu qafasdan chiqib devorlar yopilib qolmasdan oldin tomga chiqish kerak. Mak, tayyormisan? Tayyorman. Aniqmi? Ha dedim-ku. Biroz qo'pol gapirding. Lekin mayli. Bundan qanday qilib chiqishim mumkin? Mak, maslahat kerakmi? Nima? Tomga qara. Ey Mak, mukofot puli $100,000 ekanligini unutma. Yo xudoyim, u tikanlarga yaqinlashyapti. Stulni sindirib nimaga ham erisharding? Mak, bo'la qol. Harakat qilyapman, Jimmy, bas qil. Oh, devor deyarli yopilyapti. Mak, bo'l. Tezroq. Shoshil, chiq, bo'l. Bo'la qol, bo'la qol. Tezroq, tezroq. Sen $100,000 yutding. Lekin shoshmay tur birpas. Sen uchun ikkinchi tuzoqni ham tayyorlab qo'yganman. Agar 100,000 ni xavf ostiga qo'ysang, 200,000 yutib olishing mumkin. O'ylab ko'r. Lekin agar hademasa video ham bo'lmaydi. Qatnashaman. Qani ketdik. Mak hozir o'ziga ishongan ko'rinyapti. Lekin u $1,000,000 yutib olmoqchi bo'lsa, oldinda uni yana 10 ta tuzoq kutib turibdi. Ko'raylikchi, u 200,000 ni yuta olarmikin. Ikkinchi tuzoqqa xush kelibsan. Eshikni yoping. Yaxshiyamki bu yerda turmagan ekanmiz. Bu sumkalarda $200,000 pul bor. Ularni yutish uchun faqat shu qizil tugmani bosasan va orqa qaytib bu eshikdan chiqasan. Tugmani bossam nima bo'ladi? Bosib ko'r, o'zing bilib olasan. Men bilan birga borishni Yo'q, men bu yerda qolaman. Nega? Yur birga. Tugmani bos. Esingda bo'lsin, $200,000 mukofot bor. Bu tugmani bossam nima bo'lishini ham bilmayman. Shunchaki bos. Mana chiroqlar yog'dusi. Endi tuzoq nima ekanligini ko'ryapsan. Agar birorta lazerga tegib ketsang, eshik darrov yopiladi. Vaqt cheklovi bormi? Faqat lazerga tegib ketmasang bo'lgani. Bittasiga bo'lsa ham. Tasavvur qiling, u birinchi lazerga tegib ketsa-ya. Oh, bu kalta bo'yli odamlar uchun emas ekan. Ey xudoyim. Uni emaklab yurishini taxmin qilgandim. Shu sababli keyingi lazerda to'g'ridan-to'g'ri uning ro'parasiga joylashtirdim. Bu lazerdan qanday o'taman bilmayman. To'g'risi bu juda ham qiyin. Aql bovar qilmaydi. Lazer ichida qamalib qolding. Mak, yaxshisi harakatlanma. Jimmy, agar lazerga tegib ketsam, eshik yopilguncha qancha vaqtim bor? 1 soniyadan kam. Chapga bir qadam tashla. Yo'limdan qoch, chetga chiq. Xo'p. Rahmat. 3 2 1. Oh! Voh xudoyim. Gapirishga til ojiz. Qani nishonlashga shoshilma. 200,000 ni olib chiqib ketmoqchimisan yoki 300,000 uchun davom etasanmi? Keyingisiga ham o'taman. Unda davom etamiz. Afsuski, Mak uchun bu tuzoqlar tobora murakkablashib boradi. Ayniqsa navbatdagi tuzoq. Mak, kirishing mumkin. Endi sen 3-tuzoqdasan. Qara, bu qanday zo'r. Biz bu sahnani tayyorlashga 60 kun sarfladik. Mana bu allaqachon yutgan $200,000 puling. Endi sen bu yerda faqat navbatdagi $100,000 ni olishing kerak. So'ng mana shu yo'lakdan yurib, eshikdan chiqib ketsang bo'ldi. Pulni olganimda nima bo'ladi? Atrofga qara. Shundoqqina tepagida turibdi. Yaxshi. Endi biroz tushuna boshladim. Hammasi oddiy va aniq. Pulni olayotganimda katta tosh ustimga dumalashni boshlaydi, to'g'rimi? Va agar tosh seni bosib o'tsa, $300,000 ni qaytarib olaman. Oh, mayli. Tosh ostida qolib ketmaslik uchun bu tomonga o'tib olaman. 3 dan 1 gacha sanashni boshla. 3 2 1 Boshladik. Yo xudoyim. Ortingda! Bo'la qol! Tezroq! Bo'l! Yo'limdan qoch! To'g'risini aytsam, o'ylaganimda tezroq harakat qilding. Yo xudoyim. Toshimga tegishiga shuncha qolgandi. 4-bosqichga ham tayyormisan? Bilmadim, Jimmy. Sen yaxshi harakat Tosh qilyapsan. meni bosib ketsa nima bo'lar? O'larmidim? Nolani bosib ketganda nima bo'lgan edi? Juda og'riqli. Kechirasan, biroz vaqt kerak. Ha, albatta, bu muhim qaror. Yaxshilab o'ylab ko'r. Xo'sh, nima deysan? Yana bittasini bajaraman. Yana bittasini? Ha, albatta. Yaxshi, ko'ramiz. U 300,000 dan ayriladimi yoki yana ko'proq pul yutarmikin? Shu gapni aytmasak bo'lmaydimi? Mak, hozir katta sharning ichida. O'zingni qanday his qilyapsan? Bu sharni ichida o'zimni hidlab yomon bo'lyapti. Tanlov qo'lingda edi. Eshiklarni oching. 4-tuzoqqa xush kelibsan.
Bu safar hayotiy o'lchamdagi video o'yin yaratdik. Mak uni muvaffaqiyatli yakunlash kerak. Yo xudoyim. 400 ming dollar yutib olish uchun Mak ushbu shartni to'liq bajarishi kerak. Agar shu narsiz bo'lsa eslataman, pastga ko'pchilar ustiga tushsang yutqazasan. Bilib turibman. Yana bir narsa, bu shartni tugatish uchun faqat 5 daqiqa vaqting bor. Mayli. Oh! Birinchi bosqich kichkina platformalar. Bu juda oson. Bu sharning ichida yurish ancha qiyin ekan. Agar hozirning o'zida qiynalayotgan bo'lsang, keyingi harakatlanuvchi platformalarga kelganida nima qilasan? Bu oson bo'lmaydi. Oh, Yo xudoyim. Sakra! Sakraymi? ehtiyot bo'l, Mak. 400 ming dollardan o'yla. Men ham senga qo'shilsam bo'ladimi? Oh, nega? Uzr, chunki videoda ko'rinishda xohladim. Axir bu mening videoyim. Bu qo'rqinchli. Hozirgacha oson edi. Endi qiyinlashadi. Endi qiyinlashadimi? Bu vaqtgacha ham oson bo'lmadi aslida. Oh, aql bovar qilmaydi. Oldingi sinovlardan farqli o'laroq bu safar Mak juda tez harakat qilmoqda. Bu sharning ichida muvozanatni saqlash juda qiyin. Har bir harakating kuchayadi va yiqilish ehtimoli juda katta bo'ladi. Bu sharning ichida muvozanatni saqlash juda ham qiyin. Do'stim, 400 ming dollar haqida gap ketyapti, albatta oson bo'lmaydi. Bu to'siqlar sinovni boshlanishi edi xolos. Eng murakkab bosqich hali oldinda. Lekin men xato qilgan ekanman. Mak oxirgi bosqichni atigi 10 soniyada zabt etdi. Oh yo'q, to'xta. Voy, sekin. U yutganida oldida turishda biroz qo'rqaman. Ketaman. Nima deyishni ham bilmayman. Qog'ozda chizganimda bu tuzoq ancha qiyin ko'ringandi, lekin keyingi tuzoqlar bundan ham murakkab bo'ladi. Topishmoqqa javob ber. 400 mingdan ham yaxshiroq nima bor? 500 ming. Qo'rqoq bo'lib ketasanmi yoki yarim million dollar yutib olish imkoniyatini sinab ko'rasanmi? Agar keyingisi ham hozirgidek oson bo'lsa davom etamiz. Oson bo'ladi deya olmayman. Javobingni qabul qilaman. Keyingi tuzoqqa o'tamiz. Bu safar Mak suzish kiyimini tayyorlab qo'ygani yaxshi, chunki bu tuzoq suv bilan bog'liq. Jimmy, bu nima o'zi? Mak, suvga tush. Nima